İşlerini aldın bilaleydiğen kurut. Men boldun daşım, bir köngülsüzlük yüz berdim ha? Hiç yok. Biroq bir çataq yüz berdiganda qiladi. Qarğını qapıg'in to'xtamay tatib atadi. Bu çataq ish bildiganligini bildirdi. Sen takatlı küçük balığa okşamaydı ekansan. Bundaq oturup alma sırtqı çıkıp oynaylı. Biroq mendiki bundaq sezim nayt to'g'ri chiqadi. Men burun sinab baqqan. Sening maydoningda turib desam, u hargizmi to'ygu emas. Anlamaganmiding? Boshqalar kayfiyating yaxshi bo'lsa, hamma ishing o'ngishli bo'ldi deydi-ku. Agar kayfiyating yaxshi bo'lmasa, sana ko'ngilsizlik bo'ladi. Daşım, bugün hava nayt yaxshi. Sırtqı chiqib do'stlaring bilan o'ynab kirgin. Qara, opam yana ochiqladi. Mening bu sezimim nayt to'g'ri chiqadi. Shunga bundaq kunda uyda jimjit o'tirib kitob o'qiganim yaxshi. Amsa ixtiyorim. Yulduzlar turkumi Pali, ben 8-nji 7-nji kun tug'ilgan. Shir yulduzlar turkumi ekan. Bu haftada menga omad keladi ekan. Qo'limga nurg'un pul kiradi ekan. Turmushda hamma ishlarim ko'ngillik bo'ladi ekan. Yana nurg'un do'stlarni topadi ekanman. Nima degan yaxshi. Sana nima bo'ldi? Menda hozir yaxshi ish yuz beradigan sezim paydo bo'ldi. Pek yaxshi bo'pti. İşleringning o'ngishli bo'lishi uchun sana bir narsa beray. Qara. İşlerini aldın bilaleydiğen kurut. Eğer sende birer iş yüz berdigandek tuyg'u paydo bo'lsa, bu kurut beshingni bir cho'rgilgandan keyin beshingga qo'nadi. Andan u ish amaliyotda yuz berdi. Menda noyda yaxshi ish yuz berdigandek bir xil tuyg'u bor. Ha, u konde cho'qim bir yaxshi ish yuz berdi. Obdanroq o'yinib baqsadi, qandaq ish yuz berar? Osmonda nurg'un pul tushidi. O nimishqa tushmaydi xandu. Albatta tushmaydi-da. Sening shunday ishning yuz berishi mumkinmi? Mumkin emas. Yuz berishiga o'zing ishonmaydigan ishlar yuz bermaydi. Yuz berish mumkinchiligi bor ishlarni o'ylagan. Pul deb olgandek tuyg'u. Ha, biroq pul ko'rinmaydi-ku. Qo'yadi-ku. Ha, pul qo'yadi-ku. Pul qo'yadi-ku. Bu topdim. Tuyg'um rostla reallik aylandi. Gerçi bu 10 yil bo'lsa-mu. Chunki sening o'ylaganlaring yetarli bo'lmabdi. Biroq to'lib tashgan arzu umidning bo'lishi bir yaxshi ishda. Ha, tez yushin olaydi, tez bo'l. Nimish bo'ldi? Nimishqa yushirini olamiz. Hubodek keldi. Qara uning chiroyiga o'noyt xop ko'rindi. Uning cho'qim kayfiyati yaxshi emas. Mayli. O yaramas. Bu nim deding? Kayfiyating yaxshi chaqda nimishqa uning bilan sinishib baxmaysan. To'g'ri, polnomada deyilishicha bu haftada bir qatimliq musobaqada men yengdi ekanman. Balki bu bugun bo'lishi mumkin. To'g'ri, o'zingga ishongin, o'zingga cho'qim ishonishing kerak. Men cho'qim yengman. Yaxshi. Bo'ldi, qarab tur, ha? Yaxshi, dashim. G'ayrat qil, g'ayrat qil. Daşım, dal vaqtida kelibsan. Meni bir sira urg'im kelib turadi. O'zingga ishongin. Bugun cho'qim yengalaysan, dashim. To'g'ri, bugun mening omadim keladi. Voy og'rib ketdi. Bek yomon kelsan, bir nusitli xobodakni yiqitib, ishpadang bek yaxshi bo'ldi. Hozir nimali ish qilsam hech qanday ish chiqmaydigandek bilinyotdi. Polnomada deyilishicha men bu haftada do'stlarim bilan noyib chiqishib o'tdi ekanman. Undaqda men bilan kanda. Mening cho'qim jinshan qishimga kelib dashim ikimiz birga o'ynayli deydi. Meningcha undaqda ish natoyib. Bu sening nima deganing? Ha? Uningga o'zingmi ishonsang undaq shargiz yuz bermaydi. Yo'q, men ishonaman. Biroq men hargiz ishonmayman. Dashim. Jinshan. Dashim, sizdan o'tinadigan bir ish bor edi. Albatta bo'ladi. Qani davira, hargiz tortinma, ha? Hargiz tortinma. Qara uning chiroyiga. Jinshan, biz o'g'il tarafga bir parang sayli. Shodindan bu yerda tursa siz xijil bo'lib deyamaydi ekansiz. Menga? Yo'q. Bo'ldi Jinshan. Bu yerda faqat ikkimizni qoldik. Endi xotirjam davira. Dashim, bak g'alat ekansiz. Oldin qat sizga oriyatmagan hajviy rasm kitobimni qaytarib bering bo'lamdi? Kechiring, ha. Oldingi kuni qaytarib bermoqchi edim, biroq unutib qolibman. Oldingi hafta men ko'rgan hajviy rasm hiliqi, uni oldingi haftadagi. Endi tezroq qaytarib bering. Bu ishning yuz berishiga bak ishonmaganim ajablanarli emas. Dashim, qandaq bo'ldi? U seni yaxshi ko'raman dedimi?
Demedi. Men bildim. Bu hafta meni falokat basar ekan. Men bugun cho'qim avarchilik uchrayman. Ko'nglim tuyib turibdi. Ko'ngling tuyuvatadi. Bu keldi. Bayı sen benim belimge üsüp yaralandırdın. Emdi ben seni yıkıttım. İşkimiz tanlaştık ablak. Sezimim Daşın çatak yoktu. degan. Uydan chiqmay kitob ko'zlab bo'ptikan. Bildim, tezroq qaytib ketaylik. Har holda 10 yil tepib oldim. Yo'qdir bu. Cho'qim qo'bodak urganda tushib qolgan o'xshaydi. Cho'qim shundoq. Hech yerda ko'rinmaydi-ku. Cho'qim boshqalar tepib oldi. Bugun meni rostila nasib etibdi. U nihoyatda 10 yil-ku. Nimdavatsan, men uchun 10 yil jiqdi. Endi izlab yaxshi boldiroq uyga qaytib ketay. Yana qanday ishlarning yuz berdigini bilmayman. Yana qaytib kelsam bo'g'iday. Biz uyga tinch aman qaytib ketalamizmi? Menimcha biz tugashdik. Sen nemish yuz berganligini o'yladingmi? Chiqib qolsam qo'tim qolamiz. Sen shunday o'ylagan bo'lsang, Rasululloh, qara, yog'digan bo'ldi. Men yomg'irda qoldiganligimizni biladim. Kim seni bunday ishlarni o'ylasin debdi. O'tinib qolay, yaxshi ishlarni o'ylagin bulamda dashu. Bunaqa ishlarni oldin bilalaydigan qurur. Sana deb qo'yay, senda qanday tuyg'uni bo'lishi o'zingning ishi. O'tinib qolay, men sizni qasam bo'lmaydi. Universal chulvon. Keyin oldiga qarab monganda. Ha, aslida mundoq ekanda. Ko'pchilik cho'qim qo'rqib ketadigan bo'ldi. Dashu, Taşu! Jinshon, Taşu! nima? Yiliqi ishga ablaqmi bildikanda. Dashu, biz hozir velosipedga sayohat qilib boramiz. Siz bilan birga boramsiz? Yo'q, men bormay, chunki qildigan nurg'un ishim bor. Nayt afsus. Bundaq yaxshi havoda velosipedga sayohat qilsa, pek ko'ngilli bo'ladi. Amaliyotda u velosiped minishni bilmaydi. Shunga shundoq deydi. Undoq emas. Emese müşezli mini paka biz kör pakaylı. Mine. Yo'q, bo'lmaydi. Bugun mijozim yo'q. Shunga velosiped minsam bo'lmaydi. Qaranglar uning gapini. Bu ablaq bilan qarimiz bo'lmasin. Bo'ldi, mangayli. Ey, yo'lni to'sma. Dashu, qo'y. Hoş. Jinshon to'xtab turing. Bunda havada sayahat kılış ne mi degen köngüllük? Hop to'xtab turish. Men sizlarni toza bir hayron qoldirmaydigan bo'lsam. Maktablikkan. Dashu, qaytib kelsan-ku, bir ish bo'ldimi? Buningdan bir talla qaptikan. Shunga men. Hech vaqasi yo'q Shodingdan. Biroq sendan o'tindigan bir ishim bor, bulamdi. Kechirgin. Yerda umlab turib bersan bo'pti-kan. Ma'qul Dashu, mushundoqmi? Shundoq. Buni ishla. Qo'zig'i tepgandan keyin oldiga mangidi. Yaxshi. Cho'q. Cho'g'im to'xtaydi. Nima qilyapsan? Ot minishni o'rganish qo'llanmasi? Sen velosiped minishni bilmagachga ot minishni o'rganmoqchi bo'lib kelsan-da? Gapimni angla. Men nemishqa velosiped minishni o'rganolmayman. Men endi tushundim. Chunki velosipedning faqat ikkala chaqi bor ekan. Otning bo'lsa 4 puti bor. Shunga ot minishni o'rganish osonroq bo'lishi mumkin. Men avval seni minib mashq qilib olay. Jabba tatadigan bo'ldi. Dashu, nima degan qoldi? Jinshon cho'qim meni mushundaq deb maqtaydi. Shodingdan, men mendagan ot chiqarib ber. Sen doim mendan mushunda qamlashmagan narsalarni so'raysan. To'g'ri, ot minishni o'rganish. Universal chulvon. Mushuk, it yoki boshqa hayvon bo'lamdi. Ish qilib hammasiga ishlandi. Bu yeganni taqab qo'ysaqlar otdek chopadi. Ay, Shovxey, bu yoqqa kela. Seni vaqtincha ishlatib turaylik. Cho'qim chataq chiqmaydi. Uni minamdim. U mijilib Chapa ketmadi. chekadigan bo'ldi.
Şavxey, mayli, yaxshi, naydi yaxshi. Ot mingandek bo'ldim. Nima degan rohat, ha? Naydi yaxshi. Tez chop, g'ayrat qil, tez chop, tez chop, tez. Bek og'rib ketdi. Chatoq yo'qdi. Men ish minmayman, ish minaman. Men yangi cholurdim birini chiqaray. Sodingdan qara. Qaraganda uning mijozi bek sustak qiladi. Ish vaqasi yo'q. O'zingni padichi deb meni vagin. Biroq mening faqat ishonchim yo'q. Voyjon, qizimlar! Qizimlar! Dashoq, uni amal qilib bo'ysundirgin. G'ayrat qil. Mening ishonchim yo'q. Dashoq, chatoq yo'qdi. Oddiyroqi yo'qmi? Ha? To'g'ri, eli qaq bo'ynoq bek yuvosh, cho'qim chatoq chiqmaydi. Bu qitim o'ngishli bo'lishini tilayman. U kechmini mingizmayotidi. Bu amalmi bo'lmog'idek. Bo'lmasa men uni besib turay. Qo'linglarni tortinglar. Nemish qaq bo'ynoqni bo'zak qilibsizlar. Biz uni bo'zak qilmadik. Biz faqat uni at qilib meni paqayli degan. Qaranglar. Ko'rdim. Bo'dak bilan shovfukangu. Biz bu g'alat narsani yo'ldan tepib oldik. Buni mushuk bilan ishtiqi ishlatgili bo'ladi ekan. Qandoq paytim ekan? Buni minsa bek ko'ngillik bo'ladi ekan. Meni paqim kelyapti. Nima degan qildi? O'ynoqqimi cho'lburta qaqtiq turdi-ku. Shundoq kangu. Ushqandek bo'ladi ekan. Sana avval seni mashq qilib olay. Uyini bo'lgandan keyin minay degandim-ku. Qara, endi qandoq qilaman? Ha? Men tushundim. Toy chiqim, gap angla. G'ayrat qil, ha? Asta mang. Tez chopsang bo'lmaydi. Asta mang, ha? Toy chiqim. Sen bek o'polmaysan. G'ayrat qil. Astroq mang, ha? Saldirib sana pranik berman bo'lamdi. Toy chiqim. Asta mang, ha? Asta mang. Kunjut ashqul. Nemishqa yushirib men ko'rsatmaysan. Agar keyin mualliming mendan so'rasa, men bilmayman desam, mening yuzim tushunamdi. Ha? Tozimi bir. Ozroqmi meni topmabsan? Cho'qin bazovni do'riding. Mushundaq bir nachar o'qigan bormi? Maktabda yaxshi o'qimay nemish qilib yuraysan, ha? Yaxshi o'qiyman deb tirsanli cho'qib qila olaysan. Bundan keyin uydagi ishlarga yordamlashmasangmi bo'ladi? Nemish bo'ldi? O'zim qalva, totmamga tiqib qo'ygan imtihon qog'ozini opam aqtirib tepibdi. U bek oshirib yutibdi-ku. Shunga sening ochig'ing kelibdi-da. Shundoq, shodingdan, men bir qulub bagina totmamni qulub bo'lmaydi. Aslida sening qilganing xato tursa, imtihonda 0 olib tex uni yushirib qo'yibsan. Bunda qilsang qandoq bo'ladi? Narslarimni yushirib qo'yish xatomi? Bo'ladi. Narsalarni yushirib qo'yish yaxshi odat emas, shundoqmi? Ha? Nima? Uni qara, Dashoq. Praniklarimni yerib olsam bo'lmaydi. Men uni zerikkan degayman deb qo'yib qo'ygan. Yaxshi emas degan o'g'il. Ma'qul. Kunjut ashqoch. Kunjut ishni yap. Qinisna paqa achalamsan ket. Bir qochib, ochammidim-ku. Kunjut ishni ach. Nima degan
Neden kalsız? Ben sınava bakay ikilemdikin ha? Küncet işini aç. Küncet işini yap. Küncet işini aç. Küncet işini yap. Küncet. Qıl. O faqat aşıq tutqan adamның avazını tanıydı. Şoňa başqa adamның buyrugunu anlamaydı. Qara. Ha yaxşı. Küncet işini yap. Bu şunda kısan bulandı. Toğra, muşunda qısanlı boladı. Bunu sınava bakım kilovatıdı. Bu degen mahfiyetlik. Eğer apam bilip kalıp çatak buludu. Ben o nersini üstlerimden tatmasını tıkıp koydum. Onu hiç kim göremeydi. O işkisi bir galetti gol. Nemen tıkıp koygandı. Sınav muvaffakiyetli oldu. Kara. Apanlarını aldığıdak buldunlar Hepdinlardan pek işip kettinlar. Daşın, tokta. Tokta deyme kaytıp gel. Daşın. Küncet işini aç. İşini yap Küncet. Daşın, tez işini aç. Tez bol. Ağzım yok. Daşın, işini aç. Daşın. Bu hakikaten yaxşı aşk işken. Toğra, ben bu aşk işken kıyınçılığıma dostlarımga yordam kılay, ha? Hay, Cinşan. Ben de sizin mahfiyetliğinizi yoşurup koyalaydıgan bir nersi var. Ha, rasma, ras şundaq narsa barmı? Rasma, bizni aldmayıvatkan sen. Bu mahfiyetliğinden yoşurup koyalaydıgan sihirlik aşk hoş. Bir yin bäsäňni alıp sizlerge bir katım arget berip turay. Bırak o nersini işletkili bulandı. İşenmem sizler, ondaq sizlerge sınap beray, ha? Kondak sanısan bola. Küncet işini yap. Muşnun bilen mahfiyetlikini yoşurup kağıl bulandı. Ras şundaq bolamı? Lel. Ha, əbləq, mənim asaqıqıdak bolduğuma texi, ədəbini Küncet bəməydiğən işini bolsa. aç, işini aç. Küncet işini yap, işini yap. Yoşurunu asamın paydası yok. Oy, şunç küçsem içilmaydı, qanda hop qalğını bu. O nersini elbet çıkıntılı küçep getişine haceti yok ko deymen. Taşyon çapsam bu yakçıq, çıxdayım. Oy, ca, açamadım, dırıltamadım. Küncet işini aç. Toxta. Küncet işini yap. Vay, kolum ağrıp getdi. Vay kolum. Küncet işini aç. Kandak. O aşkış pek kalpsken. Ben onu o dürüyümde işilti olay. Ben onu bilen kendili hatiremni iti olay. Onu hiç kim açamazsın. Ondaqda mən onun bilen pul saxla sandığımını itib qoyay. Mana, işiltip olupla kaytırıp verin la, ha? Bulandı. Maqul, Makul koy. Ben muş yerde saklap durumən. Baldırak kaytıp gelin la. Dakikatımda la 30 yin taptım. 97, 98, 99, 100. 2, 3, 4, 5. Oo. Nimandak köp bulanmaydı, ha? Unutup kalmağandı, ha? Ha, yağmur yağdıgan boldu. Oy, yağmur yağıp getdi o. Endi kandak kılaman. Aç. Zukamdıgan oxşayman. Bu ne kızıkarlıkken oynaverip vakitini ötüp ketkenini bilmeptimen. Taşım, taşım. Bu kaçıp ketken okşaydı. Taşım. Ben bu yada. Aç. Zukamdap kaldın mı? Keçirgin. Oynaverip ken kaldım. Ulan beni zukam kıp koydu. Bunlar şunda kızıkarlık mükemmel. Aç. Küncet işini aç. Küncet işini aç. Ya Küncet işini aç. Şadinda. Tez işini aç. Mani geldim. Siz kim? Şadinda. Bu ben. İşini içip Ha, vereceğim. taşınken bu. Bu aşk işlemez bu kaldı. Tezden amal tap. Bırak fakat aşk kuşunu işletken adamla bu işini acı alaydı. Yeni bir kıtım sınap bak taşın. Küncet işini